Buni Otasini bu ha, qoshli. bolasi. Bu bolasi ekan. Buni mahallaga olib kelib qo'yganmiz buni. Haligi qo'y bering deganlarga bu endi qildi. Mehnat tuttiradi. Ha bo'lmay ketishadi rasmi bilan. Maşallah. Bunaqalarni anchadan bosib ko'rmadim men. Da. Voобще ideal ekan bu. Men ham ko'rmagan edim anchadan beri. Ha, shuni rostdan ham zo'rlar ekan. Zo'r ekan. Shunaqalardan boqish kerak, boqqanga yarasha. Ikkita haligi gruppalarda tushyapti, boshqalar tushyapti, Yana reklamalar qattiq bo'lyapti, lekin bu quyonlarning reklamasi emas, o'zi qattiq ekanda. 5 oylik samka oldi. Kichkina hali. Realni. O samka nima deyapti? Samesga dam berib o'raman deyapman. Samkaga. Buning ichida qaysi samka, qaysi sames? Rossiya привозной. Jinsi. Samka hozir 10 oyda o'tdi. Bu ham 9 oyga yaqin o'zimni liniyamdan bu. Nima u jinsi? Buni samka. Hop. Bu Rossiyaning qizi samka. 5 oyga to'lyapti. Mana uning qizi. Bu chechi kerak. Bu o'zimni liniyamdan chiqdi. Bu ham samka. Sametsov. Samesmi? O'rtoqlar 3 ta samka, bitta shuni o'zi sames ekan xolos. Sardorbek taxminan sames deb o'ylabman. nech puldan sotasiz buni bolalarni? Qiziqqanlarga. Kecha kuni mana shu grupamizda chatda $150 qilishdi mana shuni. O samkani. Samkani o'zini, ona quyonda. Istiqga tayyorlaymiz shuni deb unga bo'lib qoladi deb $150 qilishdi Toshkentdan. Endi uni bolasini olmoqchiman. Xo'p, bolalarni ko'paytirsangiz, nech puldan sotib olsa bo'ladi qiziqqanlarga? Hozir Qozog'istondan o'tganda chiqargan edim 23 dan ekan. Hozir yana ashlardan zakaz tushyapti. 23 dan nech puldan beradingiz? $30 berdim 2 oylikdan. 2 oyliklari onadan ajragan, sutga to'yganlari $30 dan. Qimmat emas, arzon emas, yengilroq qilib berdik $30 dan. Yo'q, juda chiroyli narx, zo'r. 2 oylikdan. Hozir yana ashlar chiqyapti, yana 12 ta aytishdi. Xudo xolasa endi chiqqanlarini zakazlar bor. O'zimizdagilarga beramiz, xudo xolasa. Endi bola urishni boshlaydi. Endi konditsioner qo'yib turib, endi xonani ta'mirlaymiz. Alloh barakasini bersin. Ko'paysin o'zlaridan. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Sifat narsalarda qadriga yetadiganlar, sifatini boqaman deganlar uchun Sardorbekka aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari ham juda chiroyli. Mana samka.